alaykum. Chilonzor 14-kvartal 3 xona 4 xona qilingan 64 kvadratli uyimizni obzorlarini ko'rsatamiz. Ko'chamiz, litskiy qilishayotganlarimiz. Ko'chalarimiz keng. Uyimiz oxirgi padesh, birinchi etaj. Uyimizni obzorlarini ko'rsatamiz. Adezdan kirib kelganimizda katta koridor. Chap qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Keyingisi bandaxonamiz. O'ng qo'limizda bolajonlarimiz uchun litskiy xonamiz joylashgan. Bu yerda ota-onalarimiz uchun sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz. Yonimizda zalimiz. Bo'layotgan barcha mebel texnikalar hammasi qoladi. Bu yerda yana bitta litskiy xonamiz. Ayollarimizni sevimli xonasi, kuxnyamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $89,000.